O'rtoqlar, agar mahallangizda bugun sumalak pishayotgan bo'lsa, chopib boringlar o'sha joyga. Faqat sumalak yeyish uchun emas, yosharish uchun. Yuzinglarga bugun sumalakdan maska tayyorlashni o'rgataman. Da, kulgili eshitiladi, конечно, voy, endi shu qoluvimida Nodira opa sumalakdan ham endi maska qilamizmi? Agar bilsanglar, sumalak umringlarda bir marta bo'lsa ham pishirib ko'rgan bo'lsanglar, sumalak uchun bug'doy o'stiriladi. Va bug'doy мясорубкаdan chiqarilib, maxsus tayyorlaniladi sumalakga solish uchun. O'sha tog'orada, мясорубкада chiqqan bug'doyni qozonga solganinglardan keyin tog'orani tagida shirasi qoladi, ya'ni shirali suv qoladi. Eng vitamin, mikro makro elementlarga boy suv bu narsa. Haqiqiy vitaminga boy maska. Demak, nima qilamiz buni? 2 osh qoshiqda olamiz, bitta idishchaga o'g'irlab bo'lsa ham olinglar, shuni bermaydigan momolardan. Chunki momolarga ham surib qo'yinglar-da, yuzlariga ular ham yosharib ketadi, sumalakchi momolarga. Demak, 2 osh qoshiq olamiz idishga. Unga bitta tuxumni sarig'ini solamiz, aralashtiramiz. Unga zaytun yog'i 1 choy qoshiqda, ya'ni olivkovoye maslo solamiz va eng asosiy narsa bu bizada kalin. Men bilasizlar, yaxshi ko'raman bu narsani. Голубая glina. Har doim ko'rsataman maskalarimda голубая glina 1 choy qoshiq, ya'ni o'sha maskamiz quyilguncha solib, aralashtirib yuzimizga suramiz. Yuz, bo'yin, lablar, ko'z atroflari, qo'llaringlar hamma joyga surib qo'yinglar. 15 minutdan keyin yuvib tashab, yuzingizga namlantiruvchi krem yoki Bipanten krem mazini surib qo'yinglar. Ishoninglar, bundan zo'r maska topmaysizlar. Keyin har yil sumalak sezonini kutadigan bo'lasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Like bosib qo'ysanglar, ko'pchilik sumalakchilar ko'rib foydalanishadi. Sumalakni bozori endi chopadi.